Assalomu alaykum. Saroy bozori kanali obunachilari. Obunachilar, hafta kuniga 8-aprel 2025-yil hafta kuniga seshanba. Xudo xolasa biz video roliklarimizni Avazbekning molxonalarida olib boryapmiz. Hozir mollar bir qator ko'rsatib o'taman. Avazbekdan batafsil ma'lumotlarni olamiz, xudo xolasa. Bir qator ko'ringlar, mollar va chiroyli mollar kelgan. Smetal xunojinlari ham bor ekan bir dona. To'qol variantidan o'sha sigir qilaman degan aka-ukalar bo'lsa, yelillari ham vobshe go'zal. Avazbek, Assalomu alaykum. Obunachilar. sog'lig'ingiz joyidami? Charchamay. Olib kelib oldingizmi? Qiynalmay. Rahmat, Xudoga shukr. Avazbek, bugunga nechi bosh? Aka, ozgina. Sozgina. Bir dona xunojimiz bor. 5 ta buqa. Narx bugun o'ta sensatsiya. Sensatsiya, xudo xolasa. Obunachilar, hammalaringga gap yo'q, молодец, prosmotr zo'r bo'lyapti. Lekin obuna bo'lmaganlar, bittadan obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yinglar. O'sha sizlar bizga qilgan padishkalaring bo'ladi, xudo xolasa. Avazbek boshladik, a? Shox o'smaydigan variant, a? Uzun. Mol uzun, gazi kuchli ekan mollar. Chehrasi o'ta chiroyli. Chehrasi chiroyli mol, haqiqatan. To'g'ri chehrasi. To'qolga tortib qo'ygan ekan, jichchi shoxi bor ekanda. Shox o'smaydigan shox. Qani? Gullab turibdi. Qulog'i teshik filmidan chiqqan ko'rinadi bu. Biz firmadan chiqmadik. O'zimiz oldik. Endi hali bundan qalaversangiz yolg'on bo'lib qolishi mumkin. O'zimizni bozordan oldik hisobi. Şeyda tepada pishildi. Xudo xolasa narxi yengil. Bo'yini o'lchab narxini aytaylik keyin, ha? Yerdan 1.17 chiqyapti ekan. 17 chiqyapti. 15 plyusga beradi. 15 plyusga olishaveradi, ha? Hop. Nech pul endi buni narxi? O'zigami? Go'zal qilib ayting narxini, yengil. Mol bu tomondan bir ko'rsataylik chiqani. Ekan narxini endi odamlarni kuttirmay aytaylik. Hop. Bunga 14 million 800 ming berishadi. 14 million 800 ming so'm xayrini qilib berasiz. Xayrni chiroyli qilib beraman aka. Xudo xolasa. Hop. 14 million 800 mingga Toshkentga yetkazib beramiz. Aytilgan narxga Toshkentga yetkazib beriladi, dastavka ichida. Minus plus bo'lmaydi. O'zimiz vodiyga Xudo xolasa chiroyli qilib kamera qilib dastavka xizmati arqon mutolarni bonus. Gap yo'q. Yaxshi, keyingi olamiz. Obunachilar. 1 12 plyusga beriladi. 1 12 plyusga olishaverar ekan, ha? Chiqdi. 80 tikan berilaveradi. Endi hali nima bo'ladi? Borgandan keyin bu yoq bo'lib chiqmay qolsa, boshqa bo'lsa bu mas 1-2 haftada ishlasa qilmaydi. Ha, 1-2 soat ishlasa hal qilmaydi asla. Xo'p. Aka, bungami 14 million 200 berishaveradi aka. 14 million 200. Egalasini mabodo jup olamiz deb qo'ygan egalar bo'lsa. 29 million o'tib beraman aka. 29 millionga xayrini qilib beryapsiz, ha? Xudo xolasa. Gap yo'q. Bozoringiz beraversin. Mayli shvet bor. Keyingi shvetidan. Bu Perudan chiqqanmiz a? Mana aka, u ham o'zimiz tepadan pishildi. Tepadan pishirgan, ha. Men kesmayman. Siz ham kesmaysiz. Toqqa hayda degan insonlar kesadi uni. Men qilibman. Asla, чтобы metkali o'qib qolsan deb, ha? Qirg'iziston desangiz ham berishaveradi, unaqa yolg'on gap kerak emas. Bilib olmaydi, yoshligida o'tgan bo'lishi mumkin. Yoshligida o'tgan bo'lishi mumkin yoki-da shu oq quloq, belida polosasi bor. belda polosasi bor. Shvet. 100 taligi u yoqda turibdi. 100 taligi. 100 taligini. Üstəlik obunachilar, mana 100 taligi. bu yerda turibdi. Endi bu ham shu gibrid endi 100 talikda moqta bersak, ya'ni borgandan keyin shunaqa bo'larmi emas. 100 talisi boshqacharoq. O'zimizni mesni shvetda. Mesni shvet. O'zimizni Jaydara shvetlardan deydimi? Shunday. Endi xudo xolasa yaxshi mol ekan. Yaxshi mol. 1.12. 1.12. 1.10. 1.10 ga ham olishaversin, ha? 10. 1.10. Cho'sini aytamiz aka. Uchalarini bitta narx aytamizmi? Bu ham 1.10 aka, mana. Bu ham 1.10. Bunisi ham 1.10. Xo'p, aka, uchalasi yengil bitta narx. Uchalasi yengil. Aytamiz. Tanlab olishga. Xo'p, aka, tanlab olishga 14 milliondan. Tanlab olishga 14 milliondan. 300dan. 300dan bir joyga olishsa 13 million 800 dan kamini qilib beraman aka. 13 million 800. Obunachilar mana. Birinchisi shvet. Xolos, shvetda narxi bir xil. Ikkinchisi Eston. qizil Eston.
Oqtumshuq bu ham. Obunachilar. Xudo xolasa chiroyli mollar. Yaltiroqda. Yaltiroq shvet, ha, ya'ni Estonda ham o'sha yaltirog'i. Tuxum keldi. Xudo xolasa chiroyli o'tdi. Bu ham shvetga tortib qolgan ekan, ha, qo'ng'ir. Tushunadiganlar shu begavat shvet. Begavat shvet, ha. Qora shvet bo'ladi-da. Oyoqlari ham baquvvat, hali sutga to'ygan. Orqani ko'rsating shuni. Orqasi, haqiqiy. Demak, yemasa, ichmasa undan bo'lmaydi. Ha, mol bunday hali bo'lmaydi, o'ziga kelib qolganda, ancha zo'r badani bor. Tulashga o'tdi mana, xudo xolasa. Tulashga o'tib qolgan. Shu tog'niki bilinib tursa, tulavermagan. So'q. Bu yoshligi ham bor ekanda, ancha yosh ko'rinyapti. Ko'rsating shuni. Oyoqlari baquvvat, obunachilar. Tavsiya Haqiqiy tavsiya qilsangiz arziradigan mol ekanda. olganim baraka topadi. Baraka topishadi. Demak, oq yerin. Oq yerin obunachilar. Ko'rsatdik-ku. Bu xunojin. Xunojin, to'qil variantidan. Oq kiprik, xudo xolasa, oq tuyoq. Bo'ylari mana. Hop. 95 ga olishaveradi aka. 95 ga olishaveryapti, xudo xolasa. Mol chiroyligini qarang. Sigir qilib olaman deydi akalar, xudo xolasa. Nech pul deysiz endi, Avazbek buni? Yengilini ayting buni. Bunga 8 berishadi, chiroyli kamini qilib beraman. 8 million so'm xayrini qilib berasiz. Chiroyli qilib beraman aka. Aytilgan narxi Toshkentgacha dastavkasi bormi buni ham? Hammasiniki bor aka. Hammasiniki aytilgan narxga. U yog'i Samarqand, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo, Jizzaxda kuzatishadi-da. Ha, Ular yumlar bo'lsa ishigacha xudo xolasa kelishgan narxda chiroyli qilib beraman aka. yetkazib berilaveradi, xudo xolasa. Arqa nuqtalar bonus har doimgidek. Qayerga o'zimizga olishadi, Toshkentga olishadi, qayerga olsa ham arqa nuqta bonus xudo xolasa. Avazbek hammasi bir joyga, bu siz xunojindan tashqari buqalar narxi chiqqanmi? Yoki narxi shu endi 14,5 dan 13,8 dan. Ha. Endi pul mayli 14 milliondan ketaveradi aka bir joyga. Hammasi bir joyga 14 milliondan. Gap yo'q. Toshkentga yetkazib beramiz aka, chiroyli. Toshkentgacha. Obunachilar, videoda bardavom bo'ling. Aka, Like gumbillatib qo'ysa. Samarqandgacha. siz obunachilar uchun Samarqandga. Gap yo'q. Biz obunachilar ko'p Samarqanddan. Shunaqa bilaman-da, Samarqanddan aka bergan, aka mol bergan, like gumbillatib aka siz uchun dedi. Avazbek ana shu mollaringizni sotiladigani bormi yo'qmi? Yo'q, sotildi aka. Bular sotilganmi? Zagala tashlab bersa, Ha. og'ir bo'lmaydi mashida, yemilib. Ha, bularga zakalab tashlanganda, ha? Ha. Angus gibrid. Angus gibrid. Germanskiy shved. To'qoldan. Bunisi o'zimizni besi shved. O'zimizni shved. Sir bo'lmasa, shu ikkalasi jub ketdimi? Majib ketdi aka. Nech pul bo'ldi bular? 35 ga chicha kam bo'ldi aka. 35 gacha kam bo'ldi. Bunisi-chi yakka. Bunisi 17,5 bo'ldi. 17,800 bo'ldi yancha. Dastavkasini o'zlari bo'laman bo'ldi. 17 million 800 dastavkalar o'zlari olib ketishadi, ha? Gap yo'q, malades. O'ta go'zal. Dastavkasi bilan. Ha, dastavkasi bilan 18 million. Bu o'zingiz sigiringiz bo'lsa kerak, ha? Sigirimiz aka. Gap yo'q. Go'zal mollarni olib kelasiz. Obunachilar, xudo xolasa shu Avazbekning videolarini kuzatib borsalaring, Avazbek doim shunday обязательно 10 ta, 15 ta olib kelganda, ichida 4 ta, 5 ta shunday chiroyli variantlari bo'ladi. Bu go'zallari-da bu. Hali bozorda saralari. Sarang qilib, yozib qo'ysa, shu keyin tashlayman, bu ham videoga chiqmay ketadi-da, chiroyli. ha, Telegramda sotib qo'ygansiz o'zi bularni. Ha, yo'q. Siz so'ra obunachilarimizga telefon keladi. Ha. Kelganda xudo xolasa tashlab beraman. Shu zo'ridan kelaman. Faqat bitta yo ikkitasi, shu zo'ridan qilib beraman. Zakasga, ha? Zakasga ham ish qilinadi, xudo xolasa. Obunachilar, videoni o'tkazmay oxirigacha ko'ringlar. Oxirida yaxshi gaplar bo'lib o'tdi, xudo xolasa. Like gumbillatinglar. Videoda bardavom bo'ling. Sog' bo'lasizlar.